Yaktakda almashtirib kel, Murat polvon yaktak yirtilibdi. Yaxshi videoga olib turing, bular endi. Keyin polvonlar Abbos polvonga bitta zot qo'yamiz, kesin. Faqat polvon kelsa yaxshi zot qo'yaman. Kesin. Kesin polvonga talabgar Abbos polvonga. Yo'qmi hech kim? Aylavonni Kamoliddin o'g'lidan Shuhma nayirasi Kamoliddin raisdan ham solimi $100, 200 ming. Ke polvondan. Olmading deb bersin g'ayratga. $100, 200 ming bo'ldi. Mana shu Abbos polvonga to'yxonadan 500 ming so'm tovog'i bor. Kesin. Kim kelsa olishtiramiz. Ma, Abbos sen buni ishlab tur. Ansha do'st o'tirib tur, kelib o'tir. Davraning ikkinchi tovog'ini qamashidan Botir polvon ko'targan. Jonibek polvon, ke yangi tovog'dan Jonibek polvon talab qiluvdi. Eshmumin bog'ini singlisi Dilfuza amma nomidan bir toy 500 ming so'm solimi. Yakkabog'dan Jonibek polvon, qamashidan Botir polvon. Mana shu yerga qarang. Ana shu o'rtaga olishtirasiz mana solim. Aslında oturup olsamchi. Oya 3 tane. Bitta narsa, shu bitta oldim, bekor ketdingizda. Oshib oldingiz. Yüzüne burasak yüreğime çırar burasak. Ne şu gün. Muhammed Salah polvon Tanka polvonni solimi bir toy $20. Bilmaysiz oğlum mana. Menga qarang. Ustiga yana 500 ming qo'shilyapti. Eng chiroyli burasak qilib yiqita faqat. Qaysi? Chiroqchilarda yiqita. Muxlislarning solimi 500 ming. Bordingizda qaytganingizda oldi. $20 500 ming bo'lgan. Juda zo'r burasak chiqdi. Hozir telefonga qiz Tanimay ekansiz dedim. Ana shu aytmay. Shu kun chiroqchiga isming nima dedingiz-ku, ana shu. Ha. Zo'r turdi-ku. Bergan hozir eng zo'r burasak chiqdi. E'tibor Ama başqacha ketdi o'zi. Qanday qaytyapsiz? 3 ta kurash. Hech bo'lmasa 3 xil ko'rishsiz kerak. Yo'q, buni Alloh mana da kichkina bola yani oddiy yerdan turib. Sinjayga, sinjayim olib, bittasini ololmadim. Jalolni. Juda zo'r burasak bo'ldi-da. Yakkabog'dan Shohrux bor. To'yxonadan 400 ming qo'shamiz, bir safga 700 ming. Agar yaxshi olish 3 tane olib, 3 tane obraman deyapman-da. Shuning uchun kim bo'sh? Nima bo'ldi Sherbek aka? Qaytganingizda orzuda Ha, bo'ldi endi bo'ladi. Nimaga qaytdi? Olishdan Ko'rgan chiroqchiga ko'rdingizda siz. Yaxshi biroz qo'ydi. Ana burası. Azroq. Uzoqroq qilaman. Juda burası ko'rsatyapti. Ketdi. Buni yerda o'rlayapti. Juda burası to'g'riyapti. Polvonni Humoyun polvonga bir qarsak bo'lsa-la tur egalar jiyani $100 200 ming so'm solimi hatto qoladi. Bilmem kızım. Bilmem kızım. Şirkete gaz Saud kişi oradan mı?
Iç kıl alıştırma. İç kıl alıştırma. Canlı efirde küçük Üç şahı. Şahı 700 bin so'm. Bonkan zotini berang bonkani. İkide yakın adı. Hoşuma gitti. 3. Bundan şöyle iyi çıkar. Ya vaziyet ozroq olishdi. Biz Muhammed Salih Polvon. Ketdi Abdurahim aka. G'ayrat qilkacha. Pumpkani keyin chiroyli ketadi, keyin hozir ketdi. Qanday? Ay, o'tirishmagan. Evet, chiqib ketganmi? Ha, o'rtadami? Tort. Boğazan gittin mi o yerden? Sanjibgina yaxshi. Sanjibgina. Bor, turibdimi bu yerda? Chiqadigan bo'lmaymi? Mazza qilib. Rahmat. Ketdi. Ana shu Emir Polvonga bitta telefon 100 bin tavog'i qayta qo'yiladi. Talabgor kelsin. O'tirib turasiz. Ke Abbos? Abbos Polvon. Ya sen emas, Abbosning parasi yo'q, qani? Pomkami? Pomkaniki? Yo'q, pumpkani oldi, hozir oldi. Bo'ldi, tushundim. Shohimiz zafar. Bonkan zotini bering. Ke Abbos. Sherxon ke. Seni cheging qani? Og'aylar, ikkita polvonga boya ikkita tovoq qo'ydik. Sherxon polvon $100 ko'targan, Abbos polvon 500 bin ko'targan edi. Ikkalasini qo'shib $100 500 bin so'm ikkani qilashtiramiz bo'ladimi? Yer rahmat, qo'ldir. Qo'ldir o't Abbos. Sherobod akani oldiga o't ustozni. Sherobod aka. Polvonlar g'ayrat qilinglar. Shon Muhammad polvon. Ma'ruf polvon, g'ayrat qilinglar uka. Mana Sherobod aka. Mana shu chegini ishlab turingda. Bu $100 $100 ham bor-da, $100 500 ming so'm. Malaka rahmat sizga xizmat. Shohruh. Katta bo'lib gullab yashnamoq. Sardor kimga qarayapsan? Konkalarga qarayapsanmi? Vнимательно qara. Erta ikkovimiz aybdor bo'lib qolmaylik yana, yiqitib ko'rmay qol. Ikkovini solimi Sherobod aka $100 500 ming so'm to'yxonadan. Kurash. Shohruh qarang yo'qmi? Ana sen Nodir polvon. Kel uka. Rustam polvon. Kel. Davramizni bosh tavog'ini mahalliy polvonlarda Yakkabordan Nodir polvon ko'targan. Unga talab qilib Xorazmdan Mehmon polvonimiz Rustam polvon talab qilgan. Hozir mana shu hakamlarimizni bittasi bo'shab qolsa qo'yamiz. Polvonlarning sonimi to'y egalarni, to'y bolalarning bobosini hisobidan bir nortiya
$100 500 mingni bor. Mana Shohruh yaxshilab qarab bo'shagan, odam bor ekan. Ver odam. Olading versin. Bir qarsak bo'lsa olish polvon, omadingni bersin. Bir tuya $100 500 ming so'm solimi bor. To'yvorlarni bobosidan. Shu bobosiga ham bir qilsak bo'lsin. Ey rahmat alishga to'ylarni ko'pini qilib bering. Polvon qo'yi bor. Polvon. Sherbek. Bir-birovni hurmat qilinglar aka. Bu davra aka-uka jo'rachilik. Mana yerda raqib, qamiz yana bir joyga o'tirib choy ichib, aka-uka beramiz. Shuning uchun bir-birovni hurmat qilib, chiroyli kurashinglar. Yertin. Bakalım, olaylar. Tomuşa gelmiş. Vallahi alıştı. Oldu. Burası oyunun bir ayına haber Vallahi alıştı. Allah'ın arkadaşlar. G'ayrat qilinglar polvonjonlar. Qani bir Sodiq polvon, Muhammad Sodiq polvon. Yakdan yirtildimi? Almashtir ekan. Almashtiribki, Ilmurod polvonga talabgor bormi? Ilmurod polvon. Kelsa kurashtiraman shu. Bitta talabgor kelsin Ilmurod polvonga. Bitta telefoni bor. Ustiga 100 ming puli bor. Telefoni perfektum qimmat telefon. 2 million so'mlik. O'tirib turibdi hozir. Ko'ram birovni bitta tovoqning birortasi yiqilgani bilan Ilmurod olishasa. Olishadi. Botir polvon, Jonibek polvon. Botir polvon qamashidan Jonibek polvon yakka bog'lar. 2-3 tovoqqa kurashyapti polvonlar. G'ayrat qiling. Kim Muhammad? G'ayrat. Polvonlar g'ayrat qilinglar. Yiqitib halollab olasan. Agar necha bo'ladigan bo'lsa qichoqlashtiramiz. Buni ham Shunday. hisobga olib qo'yinglar polvonlar. Aka. To'yigalar zotlarni qaytarib ketmayman. Yiqitib halollab olib ketsin deyapti. Niyat qilgan shunday. Halollab yiqitib olasan polvonlar. $200 pul, bir tuya, keyin gidadi. Qo'chqa. O't qo'ygan. Ha, mana shu. Gaplashamiz. Baraka zo'rmiz. Okay. G'ayrat Qirg'iziston polvon. Turib olish. Omadingni bersin. O'g'aylash polvonniki halol. Rahmat. Zotini bering.
Kel palvon. Zafar palvonmi? Zafar palvonga bir qarsak bo'lsin. Rahmat Zafar palvon. Ana shunday halollab chiroyli bo'lasan. Chekka bu odamni. Zotini bering. Joyda zo'r tanlagan ekanmiz deydi. Zo'r tushdi-da. Hayrat quruslar. Hozir 3 tani olyapman. Yerdan bitta olib qolyapti-da, men qarasam. Botirlarni ham tushyapti-da, Botir aka. Sardar alıştır canlı. Arkadaş ha, bana gel ki bana. Bir sarka 700 ming so'raydi palvoni. Solimi, bitta sarkasi ham bor. Chegi bor-ku, chegida. Nima bo'ldi? Halol. Davron ikkinchi tomog'ini Botir palvonga bir qarsak bo'lsin. Ey rahmat Botir palvon. Jonibek palvonga ham rahmat. Halol, biz Xudodan qo'rqamiz, halol bo'ldi bu yerda. Bako'miz Beg'amana o'zi ham hoppa halol deb baholab turibdi. Botir palvon solimini berdi. Shiral jurak nimaga chiroq takib. Moshin qo'ygan yoqda Harika. Oldimi bundan? Beralar yo'ryapti. Rustam palvon olish ekan. Hayratga tovoq, birinchi tovoqqa kurashyapsan. Sen Hazil aka palvon emas bugun, davramizning bosh tovog'i. Hayratga. Yo. Botir palvonni toyini, pulini bering. Turish kerak. Olishadi palvonlar, oz qoldi, o'xshamay qoldi. Olishadi. Botir palvonga bir qarsak bo'lsin. Rahmat Botir palvon. Niye çıkamıyorsun? Bekleyin. Çıkma.
Keyin yerdan chiqmay qolasan. Bittasini Elmurod Bashki. Elmurod. Beqalobotdan Elmurod polvon kel. $100 500 ming edi. Buni o'zingiz chiroyli qilib bo'lib berib rozi qo'ygan. Bu ham olishdi. Polvon. Bu olishib ketmasin. Qildir ustiga zaten qo'shamiz. Bildim. 5 minut mana Elmurod ham olishdi, sen ham olishding. Shu zot qo'ldirga titoqqa azot qo'shaman yana ustiga qo'ldir bitta olishib ketinglar. Kelding davraga qo'ldir. Bildim mana tovoqqa qo'ldir kel. Bo'ldi. Qo'ldir sumka uchib kelasanda olishasan kel. Kel 5 minut. Başka bulma. Başka bulma. Davraga keldim boka olish qani shu bo'ldi olishadi bor. Bo'ldi. Qo'ldir. Qonqa polvon Muhammad Sodiq polvon g'ayrat qilinglar. Davay kel. Davay kel bu yoqqa. Makka bor. Abdurahmon uka, to'y niyat qilib kelding, omadingni bersin. Elmurod polvon bilan Abdurahmon polvon bir telefon 100 ming pul olishadi qo'ldir. Qo'ldir Abdurahmon. Ikkovingning jasading, bo'ying, hamma joying tengda shucha aytyapman men ham. Noto'g'ri gapirganim yo'q. Tovoqqa olishib olasizlar. Qo'ldir Abdurahmon polvon. Qo'ldir Abdurahmon. Nimasini o'ylaysan Abdurahmon? Qo'ldir. Bersin. $50 ham bor, bitta telefoni ham bor. Mana 100 ming $50. Elmurod kimga qarama, sen tovoq ko'targansan. Olishadi polvon. Bo'ldi olish. Bo'ldi olish tamom. Qarash el. Elmurod, uka, sen bunga sen anodi qo'yma. Bu olishadi Abdurahmon. Bo'ldi olish. O't. Olishadi. Qo'ldir. Sen bitta yaktangni almashtirib Elmurod bu davom turadi uncha. Yertilgan. Qo'ldir. Abdurahmon qo'ldir. Yaktakni almashtir. Bexki jasur bexki. Ya, kim? Menga qara uka. Senga men qo'yaman. Sen o'zing polvon. G'ayrat qilinglar polvonlar, polvon ikkita polvon. Sherobod aka, nima gap? Olishtiring aka, ikki nima bo'lyapti? Abbos, nima bo'lyapti sizlarga? Yoshsizlar ikkalang bir gullagan paytim olishmaysanmi? Qaynab. Hayır. Tushmaganman. Shunday. Bo'ldi. Agar xohlamasa shuni o'tkazing, Jasur aka ko'nglidan chiqib nima bersa shunga rozi bo'lib ketasan. O't. Mana zotga yiqitib olmasalaring, to'yiga nima bersa shunga rozi bo'lib ketasan. Tut, Shirxon o't aka. Ana shu Jasur aka nima zot bersa rozi qilib duo qilib ketasizlar. O'tinglar. Olishadi polvonlar, g'ayrat qilinglar. Rustam olish. Nima bo'lyapti Rustam polvon? Normalmi?
Halvon turing. Gapiradigan foydasi. Darvali. Olishadi polvonlar. Kel, Yilmurod. Abdurahmon kel ka. Abdurahmon polvon. Kel Abdurahmon. Ha, bo'ldi. So'lak ichib, tomoqni pullab kelaver. Ovoz qoldi Muhammad polvon. G'ayrat qilasan. Bo'lmay qoldi. Olishadi polvonlar. Sherovod aka, bir keling aka. To'ygalarni niyati bor ekan. Rais bo'lsiz ham keng. Sherikni qarab tursin. Ismoilov, Farg'at aka siz ham bir davraga keling. O'zqara aka siz ham bir keling. Rasul Ishonbo. Rasul polvon, keling. Mana to'ygalarni bir niyati bor ekan. Keling rais polvon. Keling. Ustozga bering biz. Rahmat. Ustozlarning hurmatini qilib mana Golvoga bering choponlarni. Boynazar domilla ham shu yerdami kesin? Boynazar domilla ustoz. Boynazar domilla ham keling. Sherali polvon keling. Rashid akam, bir keng Rashid akam ustoz ishida o'tiribdi. Keling. Sherali aka keling. Olishaveringlar polvonlar sizlar. Tur. Olishaver Muhammad. Olishar polvon. Bitta rasmga ham chiray. İlk qil olish g'ayratga aytaman men hozir. Keling. Keling. Ishonbo bitta yaxshi tilak bildirib ketdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ashabi ecmaîn. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli polvonlar, kurash muxlislari hammalaringizni mana shu ikki hayitlar bilan Navro'z bayramlariga tabriklayman aka. Sizga Alloh avvalambor mana shu nevara to'ylaringiz bilan tabriklayman aka. Bardavom bo'lsin, doim yaxshi kunlaringizni birga bo'laylik aka. Sog' bo'ling. Mana shu Yakkabog' eliga, mana shu suv bilan bog' eliga tinchlikmasin, doim mana shu kurashlar bo'lib turadi. Deb turamiz. Bundan-da ko'payaversin, mana shu palvonlarimiz ham omadini bersin. Yaxshi kurash bo'ldi, bugun chiroyli kurash bo'ldi. Mana shu Rizamat ukamizga ham katta rahmat. Mana shu hurmat qilib akalarni, ukalarni, shogirdlarni hurmat qilib kelib mana kurashni o'tkazib beryapti. Nasib bo'lsa, Yakkabog' eliga bundan ham zo'r to'ylar bo'laversin. Hammasi to'y bo'layotgan yigitlar, katta yigitlar bo'lsin. Ularni to'y qilayotgan otalari ham, onalari ham nasib bo'lsa baxtli saodatli bo'lib, hajlarga borib hojatdan hojonlar bo'lsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la ta'jal fi qilla lil ladzina Robbana innaka ghafurur rahim. Rahmat ustozlar. Sherobod aka ustoz yana zoti bor ekan. Yoshlarni tarbiya qilishda charchamang, mana shu Yakkabog'dan hammamiz bilamiz. Ko'pgina katta polvonlar, jahon chempioni, Osiyo chempioni, Olimpiya o'yinlari ishtirokchilari chiqqan. Ana shunday shogirdlar chiqarishda charchamanglar aka. Rashid aka va yoshlar polvon. Fardi Hojibo. Hojiboga zotini terim Hojiboga. Mana Hojibo qolib ketibdi, uzr lekin. Katta rahmat sizlarga. Qıçalaş. Bitkazim. To'ygalar chiroyli qilib taroz qilsin. Bu ikkovini rozi qiling. Muhammadga bitta zot deb azimni olishtiramiz. Og'aylar, mana shu Rustam polvon qizlar o'ynab ketdi, oyog'im bo'lmayapti. Zotni Nodir polvonga beringizlar, men roziman deyapti. Rozimisizlar shunga? Rustam polvonni ham boya ham aytib o'tdim, biz sog'liq birinchi o'rinda bo'ladigan narsa. Rustam polvonni oyog'i tirab olibdi. Ikkalasini solimi bir tuya $100 500 ming aytdi. Bekki Nodir. Nodir polvonniki halol. Mana shu 500 mingini Rustam polvonga bering. Qolganini men Nodir polvon. Halol. Shohib Obid. Oldik. Bo'ldi. Yaxshi. Soxta beka qarang. Buni tizzasi o'ynab ketdi, olish olmayapti, zotni bering deyapti. Bir tuya $100 500 ming edi. Nodir polvon o'zimizni mahalliy polvonni solimi halol. Bir qarsak bo'lsin. Og'aylar, Jasur aka, quloqsin. Jasur aka eshitdik. $100 500 ming bir tuya edi. Polvon Xorazmdan kelgan mehmon kirib oldi. Shuni $100 shunga bering. 500 ming bir tuyani Nodirga bering. Nodir ham rozi bo'ldi. Bo'ldi. Halol. Meniki bo'ladi. Bir qo'chqor, bir million so'm Muhammad polvonning o'ziga bitta tovoq bo'lyapti. Ketdi. Talabgor bo'lsa kesib olishtiramiz. Buni rozi qilingizlar polvon. Nodir polvonniki halol. Nodir, sen rozimisan uka? $100 Rustamga, 500 ming bir tuyasi senga. Polvon mehmon.
birota yo'ling bo'ladi. Chunki Nodir Palvonga ham yaxshi bilaman, 100 dollarga 1 million pulga shu bugungi kunda qarab qo'yib mard palvonlardan. Nodir Palvonga bir qarsak bo'lsin. Rahmat Nodir senga. Katta palvonlar bilan olishim zo'r bo'ladi. Kenglar. Oqlar. Hoca, gapni eshitdik-a. Nechiyaga shunday kelishganmiz, to'y egalari nima bersa shunga rozi bo'lib ketasizlar. Bildim, yo, hali eshitma demayapman. Men oldindan aytayapman, to'y egaga muncha ber, uncha ber degani yo'q. Nima bersa shunga rozi bo'ladi. Hozir. Qo'ldirim. Makol buva. Muhammad palvonga Sanjar palvon talab qilyapti, bir qo'chqar 1 million var. Kiyinib tezroq faqat. Nodir palvon. Halol. Nodir palvonga bir qarsak bo'lsin. Birinchi tovoq mahalliy palvonlarga. Men o'zimga bitta qo'ydim. Biza palvon necha bo'lib rozi qilingizlar buni? Palvon kiyinibdi. Palvon Sanjar palvon tezroq kiyinib keling. Tezroq. Bering bu bitta nima bo'lsa ko'nglingizdan chiqarib bering, rozi bo'ladi palvonlar. Mijo palvon, berganda to'ydikini qaytarmay o'ng, o'masa men olamanda hozir Muhammad ustiga qo'yib beradigan odatim bor uka. Buni ol uka. Sen bilaman uka. Shuning uchun to'ydigalar berganda olda bir duo qilib ket, palvon bolalari sizlarga palvon bo'lsin debman. Seni bilyapman. Ana shu Mujobar palvonga ham bitta talablar bo'lsa kelsin. Yaxshi javob qo'yaman. Agar Mujoga talablar bo'lsa, kelsin javob. Mujo palvonim necha qildi bitta talablar bo'lsa, to'ygalari bugun kechgacha bo'lsa, kechgacha zot qo'yadi. Kesin. Keling palvon. Bir qo'chqar 1 million. Sanjar palvon, Muhammad palvon, Oyshantir. Mujo palvonga bitta talablar kelsin. Ushlagan yo'q hali. Aka men qisilib qolyapman. Talablar bormi? Mana shu palvonga bitta talablar bo'lsa kelsin. Yaxshi zot qo'yaman, ashiga talablar bo'lsa kelsin. Ke palvon, kele. Tezki yugur. Ke, olishasanmi? Ke bayni var, ishda palvonimiz qoldi. Tezki olishasanmi? Ke. Nima qilishgan? Sizdan bo'yimiz, mana. Uchta. Tez. G'ayrat qilinglar palvonlar. Olishadi palvonlar. Olishadi palvonlar. Qo'ying palvon, qo'ying. Yerga tushgandan keyin o'ldi halol Muhammad palvonniki halol. Olaylar. Kassan. Amin. Allohu akbar. Rahmat deganlarga ham, to'yganlarga ham Ko'psini bering. Biz shunday xizmat qo'yaylik. To'y bolalarimiz. Sardar palvon. To'y bolalarimiz. Sizlardan zot 100 dollarga ta'sir bilan Sardar palvon, necha bilan nimani 100 dollarga ta'sir qildi? Salomatlik bo'lsin, elimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Yigitlarni yigit bir qo'llasin.
Ishmon boyam nasib bo'lsa, chevralarni ham shetib to'y qilib yuborsin. Kelgan palvonlarga ham, mehmonlarga ham hammasiga rahmat. Yaxshi kunlarga, to'ylarga boraylik bizlar. Allohu akbar. Yakabog olamı, yakabog